turaman. Dadasi turasizmi yo'qmi? Bolalarga maktab kiyim qilish kerak. Boydan beri mash'aldirg'ini oqizib yotibdi. Sinfdoshlarim maktab kiyim qilib oldi. Qachon biz qilamiz? Qachon biz qilamiz deb turasizmi yo'qmi? Dadasi deyapman sizga. Turasizmi yo'qmi? Turing. Kiyimingizni alishtiring, bo'ling, ketamiz, bo'ling. Dadasi, 8 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan qizchalarimiz uchun oldin 59 ming so'm bo'lgan koftalar hozirda 39 ming so'm ekan. Yarash shahlo zo'r turibdi. Sangilli narsa yarashadi. 8 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan qizlar uchun qarang qanaqa chiroyli yubkalar olib kelib qo'yibdi. Narxi atigi 23 ming so'm. Sizga gapiryapman. 6 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun oxir boshqalar ham atigi 39 ming so'm ekan. 7 yoshdan 9 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun qarang qanaqa shimlar bor. 59 ming so'm ekan atigi. Boshimdagi va qo'limdagi bantiklar qarang atigi 6 ming so'm ekan. Mana bu golf esa 5 ming so'm. Qarang qanaqa chiroyli. Undan tashqari mana shu kolgotki esa 13 ming so'm. Aksiya 12, 13, 14 avgust kunlari Mitvoyning barcha filiallarida amal qiladi. Shoshiling, maktabga tayyorgarlikni Mitvoyda boshlang. Dadasi. Bu cheteli shahlo yomon uyqum kelyapti. Siz kelganingizdan beri uxlayapsiz. Shunaqa zo'r aksiyalar e'lon qilmang. Nima unaqasiz? Yuring uyga, uyda uxlaysiz endi. Мои кайф заработан потом и кровью. Деньги, I love you.